shunday qilish kerakmi? Ko'chaga olib turibsan, ketish to'g'ri. Bu videoni ko'pchilik ko'rdinglar. Go'yoki tez tibbiy yordam xodimi rak bo'lgan bemorni ko'chaga tashlab ketgan. Men ham shu videoni ko'rib, kommentariyalarga kirdim. Kimdir yozyapti, tez tibbiy yordam xodimi Gipokrat qasamini buzgan, ishdan bo'shatish kerak. Ichki ishlar xodimi uchastkovoy insofli ekan. Tibbiyotimiz odamlar puling bo'lmasa o'lib ketaveradi. Shu kabi kommentariyalar qoldirilgan. Lekin bu yerda tizimni tushungan odam, meditsinani tushungan odam biladiki, vaziyat aslida boshqacha. Xo'p, mana bemor murojaat qilyapti. Bu bemor bo'yicha bir kunda 4 marta 5 marta mana kunuzda ham yozibdi. Murojaatlar tushgan 103 ga. 103 xodimlar kelgan, birinchi yordamni ko'rsatishgan. Oxirgi bundan oldingi 103 xodimi hattoki o'sha qayta murojaat bo'lgani uchun shifoxonalarga olib borgan, ko'rsatma bo'lmasa ham menimcha shifoxonaga olib borib gospitalizatsiya qilishga harakat qilgan. Lekin gap shundaki, har doim ham tez yordam xodimlari gospitalizatsiya qilish shart emas. Ya'ni o'lim xavfi bo'lgan holatlar, ginekologik kasalliklar, reanimatsion holatlar, xusus holatlar, allergik holatlar va hokazo og'irroq bo'lgan holatlarda, ya'ni bemorni joyida tashlab ketib bo'lmaydigan va o'tkir hisoblanadigan holatlarda tez tibbiy yordam markazlari aynan o'tkir holatlarda olib borilib tor mutaxassis ko'rigiga o'sha xirurg, urolog, terapevt, allergolog, reanimatolog va hokazo mutaxassislar ko'radi. Og'ir holatlar, yotqizish kerak bo'lgan holatlar bo'lsa, yotqizadi 3 kun, 5 kun holatiga qarab. Lekin baribir bemor u yerda umrbod qolib ketmaydi, baribir bir kun chiqadi. Endi bu bemorimizda rak kasali deyilyapti. Rak kasali bu surunkali holat hisoblanadi. Xalqimiz orasida tushunmaydiganlar borki, surunkali kasalliklar bor, o'tkir holatlar borda. Tez tibbiy yordam o'tkir holatlarda ko'rsatiladi. Onkologik kasallikka bemorga agar propiskasi shahar bo'ladigan bo'lsa, shahar onkologik dispanseri yordam ko'rsatadi. U vaqti bilan o'sha ma'lum muddat chaqirilib, o'sha ximioterapiyasi bormi, nur terapiyasi bormi, yordam ko'rsatilib, dorilarni olib nazoratda bo'lib turadi. Lekin u degani bemor umrbod o'sha yerda to hayotini oxirigacha yashaydi degani emas. Ya'ni bemor bu yerda muammo tibbiy yordam emas, muammo uni yashash joyi bo'yicha muammo bo'lyapti. Bu yashash joyi qilib berish bu tibbiyot tizimini vazifasiga kirmaydi. Yashash joyi bilan ta'minlash. Buni to'g'ri tushuninglar. Davolanishlar oralig'ida bemor qayerdadir yashash kerak. Uyda, qarindoshini uyida, farqi yo'q. Bu bemorda muammo nima bo'ladi? Bemorda muammo bunda yashash joyi yo'q. Men tushunganim bo'yicha bu yerda kunuzdan yozyapti. Bemorda yashaydigan uyi yo'q. Talab qilish kerak. Har bitta talab qilinadigan tashkilotda, u hokimiyat bo'lsin, u ichki ishlar tizimi bo'lsin, u tibbiy yordam bo'lsin, ma'lum bir chegarasi bor. O'sha chegaradan xodimlar oshib o'ta olmaydi. Xayr, salomat bo'linglar.